Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun xudo xolasa serisimizda Lada Vesta mashinani beton sinov ketib berganmiz. Makro оборудование bilan sizlarni to'liq tanishtirib o'tamiz. Xo'p, X-reduktor original hisoblanadi. Original 4-pakana datchiklari и 01 injektorlar, аккуратный ASW 01 injektorlar deb aytsak bo'ladi buni и Stark GoFast 200, ya'ni polskiy оборудование hisoblanadi. Originali birebir o'zi hisoblanadi. Xo'p, bir qator montaj e'tibor berib qo'yamiz. Trubkalarimiz o'ta akkuratli etib o'tirilgan. Hech qanday motorning ustidan o'tgan ya boshqa yerlari yo'q. Ko'rganlaringiz mumkin. Qochoqlar ham antifrizlar ham ertaga boshlanmoqda. Freonlarni qo'ygan vaqtda mishatatmilatib ishlab berilgan. Injektorimiz shura qo'yishga majburmiz. Sababi uning ustida krishkasi bor. Krishkasini qo'ysak biza berib qo'yilgan оборудование go'siz sal qiyroq bo'lish shu sababli ochiq qo'ygan holatda injektorni shura mahkamlab taqlab etib berganmiz. Mashinamıza gaz salınıp, haydab tekshirib keladi. Hammasi zakonli, xudo xolasa. И arka tarafini gösterib o'tamiz. O'zi qaqshlar binoan 65 lik, ya'ni milliy metal sanat eng o'choq qalin, eng zo'r balonlarda ishlab berganmiz. Balonlarning podstavkalarimiz, balonlar o'tirganini ko'rishingiz mumkin. Yotiq holatda hech qanday rezinkalarni chopib tashlab yo boshqa etib azab bermaydi deyishni. Balonning o'zi damirda qolib ketib, ham desa gerekince trubkani olib ishlataverasiz. Ertaga bugun yüklab tashing boshqa bo'lam yo yuksak vaqtingizda chiqib ketadigan bo'lsa, qirqib olib ishlash uchun, ya'ni prujin etib uralgan aynan ko'rishingiz mumkin. Trubkalar bor. И podstavkaning teglari, uporlari bilan shu podstavkaning tegi hisoblanadi. Ko'rib turgan narsangiz shu narsa ko'pchilik podstavkalarda yo'q. Podstavka 100% o'zimizdan ishlab chiqariladi. Aytacağım, zavodskoy podstavka boshqa deymiz. Zavodskoy podstavkaga qaraganda bu narsa birinchidan kompaktniy, ixcham, lekin shu narsaning kuchini berib biladigan etib, mahkamlab, prочный etib ishlangan. Splashnoy rezinkalar ko'rib turganlaringizdek ichki qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'chatini kliyentning talabiga binoan aynan ishora qo'yib berilgan. Mashinamiz adashmasam 13 ming ashundan kilometr yurgan edi. Agar adashmasam. Hop, mashinani yoqib ko'ramiz. Mashinamiz yanında hech qanday chek ya boshqa narsalar yo'q. Probegni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, yana 13102 ekan. Ma eng yaqin tarafı nov bo'ldi. Aynan qaranglar, akkumulyatordan dinamdan gap turgan toklari ham desa tabloda zadniya qo'ysangiz, orqa tarafni ko'rsatib beradi. Misal yuqori qarab turibdi hozirda, orqa taraf krishka ochiq bo'lganligi uchun bu yuqori qarab turibdi. Mashina zo'r, Lada Vesta 1.8 motor, tortishlari ham ajoyib. Kim niyat etgan bo'lsa olishni tavsiya etamiz. Mashina qarab yurganlar ham tavsiya etamiz. Zo'r mashina, ichlari keng. G'altin bildirmaydi. Bilasizlar, Rossiya mashinalari miyaqki, hatto shu Jigulilardan ham ma'lum. Ya'ni mashina yengil ko'chadon, yengil yuridon, hadovoy taraflama mahkam bo'ladi. Gazimiz 3 ish gaz bor. Bombamiz 3'tü. Mashina o'chirdik, ko'chatimizdan o'chadi. Kim shunday chiroyli, kompaktniy, komfortli stavkaga kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Adresimiz shu, har doimgidek 42 поворот ko'rib turibsizlar. Bu tarafga to'g'ri ketsa, Sarbi, bu yana ketsa, Gudursin, bu tarafa ketsa esa obxodnik hisoblanadi. Bu yo'l katta yo'ldan kelaverish, ya'ni milsaxona, prokuratura, O'ylabo, bozor, mechitni aynan shu ko'cha bilan kelib, texnikum darvozasi texnikum darvozasini ro'parasida bizning servis joylashgan bo'ladi. Chiroyli ustanovka xohlaydiganlar обязательный tavsiyamiz. Sizlarni shu yerda kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'lasiz.